Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali a'zolari, YouTube kanali tomoshabinlari. 2026-yilda uy ko'tarishlik, uyga beton quyib, g'isht urishlik necha pulga tushyapti? Shu haqida bitta video tayyorlaymiz. Usta haqqi materiali sizlarga mana shu holatga tomgacha ko'tarilishi necha pulga tushishligini hozir bir video qilib o'tamiz. Bu joyimizda mana kirganda bir 5 xona hamda 2 ta hammomdan iborat bo'lib, kirganda 10 qo'lga yurilganda birinchi xonamiz bu bitta koridor. Eni 2 metr. Bu yoq uzunroq bitta koridor. Koridordan kirganda koridor birinchi xonada hisob qilinsa, koridordan kirganingizdan keyin mana ikkinchi xona. Mana xonamiz katta, keng, bo'yi baland, 3 metrdan oshiq. Ikkinchi xonamiz bu. Mana bu uchinchi xonamiz bo'ladi. Mana uchinchi xonamiz. Hamda bu tomonda bitta hammom. Bu kichkina burchak joy oshib qolgan, shuni hisobiga hammom chiqqan bu joyda. Xo'p, birinchi xona, ikkinchi xona, uchinchi xona, 3 ta xona bu tomonda hamda bitta hammom bo'lyapti. Endi nariga ravoddan kirganda chap qo'l tomonga yuramiz. Ravoddan kirganda chap qo'lga kiriladi. Chap qo'lga kirilganda birinchi xonamiz katta zal, ko'rishingiz mumkin. Uzun, keng, bo'yi ham baland. Bu ikkinchi xona. Hop, nariyada 3 ta xona bo'lsa, bu hisobda 4-xona bo'lyapti mana. Bu 4-xona, bu 5-xona. Nariyada bitta hammomimiz bor edi, o'ng qo'lda, bu chap qo'lda yana bitta hammom mana. Bu hammomimiz katta, keng, ikkinchi hammom hisobda bu. 5 ta xona hamda 2 ta hammom bo'lyapti. Mana shu joyga o'xshi 40 mingta g'isht ketyapti. G'ishtimiz sotilish narxi 1000 so'm, usta haqqi 750 so'mdan 250 so'm g'ishtni orasidagi loyga kirib ketyapti. O'xshi sizlarga bitta g'isht 2000 so'mga tiklanyapti. G'ishtni tan narxi, material usta haqqi bilan 2000 so'mga g'isht tiklanyapti. 40 mingta g'isht ketgan. Mana bu darvozaxonadan kirilganda bu o'ng qo'lda bitta koridor, 2 ta xona, o'xshi 3 ta xona-yu bitta hammom bo'lyapti. Koridordan chap qo'lga yurilganda 2 ta xona, bitta hammom bo'lyapti. O'xshi mana shu chekadan boshlab bu tomonimiz hamda mana bu tomonlarimiz 5 ta xona, 2 ta hammomdan iborat bo'lib 40 mingta g'isht ketilyapti. Har bitta g'ishtimiz 2000 so'mdan tushyapti. 2000 so'm bilan ko'tarilyapti. Bitta g'isht, mana bitta g'isht 1000 so'm tan narxi, 750 so'm usta haqqi, 250 so'm mana bu orasidagi loya. Shun bilan hop 2000 so'mga tushyapti. 40 mingta g'isht hisoblanganda 80 million so'mlik bo'lyapti. 80 million so'm bilan mana shu joyda g'isht ko'tarilyapti. Endi g'isht quyishdan oldin hamda g'isht quyishdan keyin davomida mana bundaqa beton ishlari ham bo'ladi. Beton ishlarimiz o'rtacha hisobda o'zimiz hozir xomchot bo'lib yetdi. 150 metr bo'lyapti. O'xshi metriga hisoblanganda mana bu 150 metr beton g'isht mana beton metri bo'lyapti. Buni har bitta metri 100 ming so'm usta haqqi bo'lyapti. 100 ming so'm rasxoti bo'lyapti. Ya'ni toshi, sementi
Mana bu joylardan ponni yerida tagida beton bo'lgan, qolib ketib qo'ygan yer tagida. Mana ko'rishlar mumkin beton. 100 ming so'm usta haqqi, 100 ming so'm sement toshiga bo'lyapti-da. Hop, keyin 200 ming so'mga aylanyapti buni. 1 metrda 200 ming so'mga aylanyapti. Bu degani 150 metr ishlanyapti. Mana tepalariga ham eshik derazani tepasiga, pastadiga. 30 million so'mga beton bo'lyapti. G'ish bilan beton hisoblanganda 110 million so'm bo'lyapti. Endi bu vaqtda dollar 1 million 100 ming so'm bo'lishi mumkin. Xullas 10 ming dollarga mana shu ahvolga uy ko'tarilyapti, kelyapti. Beton quyilib, g'ish ko'tarinib, yana qaytaramiz 5 xona, 2 ta hammom. Biz o'zi ustamiz desa, ustamiz biz o'zi. Shuning uchun video yaxshi ola olmagan bo'lsak, kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Videoga like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Foydali video bo'lgan bo'lsa, keyingi videolarni sifatli olishga harakat qilamiz. Xo'p, o'xshi 10 ming dollarga mana shu holatga ko'tarilyapti. Tomdan tashqari. Kimga uyda razmeri yoki tomdagi rasxodlar yoki suvoq, shpakilovkalari qiziq bo'lsa, kommentariya yozinglar. Keyingi videoda ham chiqaramiz.